O'zbek Taysonni PUBG'ga X-Suite kelibdi desam ishonasizlarmi? Salom do'stlar, sizlar bilan Boyka. Bo'lmasam X-Suite'ni obzorini boshladik. Demak, X-Suite'ni ruletkasiga kirmaymiz, прямой мастерскаяdan X-Suite'lar turadigan joyga kiramiz. Assalomu alaykum do'stlar. Shashlik asartega kelaveringlar. Voy, endi X-Suite'lar nima bo'lo, bizga gapiradimi? Faraz qiling, pul sarflab X-Suite tushirsangiz, u gapiradigan bo'lsa, ya'ni assalomu alaykum deb shashliklar bilan chiqib tursa, vashcha zo'r bo'lsa kerak. Buni emotsiyasini qarang, achchiq ham qilib qo'yapti. Menga birinchi urovni yoqdi, ikkinchi urovga o'tamiz. Oldingi X-Suite'larda sherigiga maska yoki biron nima berardi. Bunda faqat naklon qilib, divizheniya qilar ekan xolos. Bu harakatlari kimnidir eslatib o'ryapti. U ham boksyor bo'lgan, yuzini chap tarafidami, o'ng tarafidami tatuirovkasi bo'lgan. Kimligini eslolmayapman to'g'risi. Endi bunisida Faravon qo'lini tepasiga qilsa, yonida sherigi mumiya bo'lib qolardi. Bunda nima bo'lyapti? Xo'p, sherigini oldiga kelarkan, sizlar ham ko'rdinglarmi yo menga shunaqa ko'rindimi? Boshqatdan qo'yamiz. Tak, mana kelyapti. Yonida sherigi ham og'zini yo'q, tepaga ham qarab qo'ydi. Endi orqasiga qarab ketyapti. Orqadagi esa afsusdan omadlar bilan qolib ketdi. Demak, mana bunisi 3-leveldagi holati. Bu harakatlar bodybuildingchi, Van Damme, Jackie Chan, Terminator o'zi yurganini bilmayman, lekin voy, Konorga o'xshab ham yurib ko'ryapti bu bola. X-Suite kilchati ekan bu. Yaqinlashtirib ko'ramiz. Demak, bu tabassumning ma'nosi ajab bo'lsin o'ldirdimmi degan ma'noni bildirsa kerak. Sizlar qanaqa fikrdasizlar? Demak, 5-levelga ham o'tib olamiz. X-Suite'imizni lobbiga kirish holati. Oldingi X-Suite'lar vahima bilan lobbiga kirardi. Bunisi endi sportivniy temaligi uchun sportivniy qilib qo'yibdi. Mana turnirda ham osilib ozgina turgandan keyin turnir tortinsa ham kerak. Mana tortindi, tepaga ham qarab ketar ekan. Вообще zo'r bo'lsa kerak. Faraz qiling, X-Suite shunday lobbiga kiradida, turnirda tortinib tepaga chiqib ketib bo'lsa. Endi bunisi ekskluzivniy jest ekan. Endi bu jest ma'nosi menimcha hayotda negativ qaraydigan yo bo'lmasam hayotda umuman bir ma'no topolmaganlar uchun motivatsiya berish niyatida qaragan jest bo'lsa kerak menimcha. Bu endi mana X-Suite'imizning окончательный formasi ekan, eng oxirgi formasi. Qalay, sizlarga yoqdimi? Mana shu formada Livikdami, Erangildami yugurib bo'lsanglar, uni mana emotsiyalari ham bor ekan. Bu endi samolyotda chiqadigan emblemasi. Bu esa parkka kirganinglarda tepalarda doim shu narsa chiqib turadi. Tak, короче, X-Suite haqida mening fikrim, tematika sportivniy, taksiba yaxshi tushirib o'ynasa bo'ladi. Lekin TDM'lar uchun menimcha mos bo'lmasa kerak. Sizlarning fikringlar qanaqa? Kommentariyaga yozib qolinglar.